Assalomu alaykum, Parvoz sirlari kanalining aziz muxlislari. Yana bugun biz sizlar bilan to'lqinsimon to'talar haqida gaplashamiz. Demak, ko'rib turganingiz to'lqinsimon to'talar, ya'ni волнистый попугай deyishadi. O'zbek tilida, ya'ni to'lqinsimon to'talar. To'lqinsimon to'talar deyilishiga sabab albatta to'lqin shaklidagi chiziqlar bo'lganligi uchun to'lqinsimon to'talar deyiladi. Albatta mana shu ko'rib turgan qushlaringiz bu O'zbekiston sharoitida, ya'ni o'zimizning sharoitimizda ko'paytirilgan qushlar va albatta o'zimning qushlarim to'lqinsimon to'talar haqidagi bir nechta ma'lumotlarni bundan oldingi videolarimizda ham keltirib o'tganmiz. To'lqinsimon to'talarning narx-navosini aniqlash va ular haqidagi ba'zi bir ma'lumotlarni ham oldingi videolarimizda berib o'tganmiz. Yana bir bor ta'kidlab o'tamiz, to'lqinsimon to'talar asosan Avstraliya hududida yashovchi qushlar. To'lqinsimon to'talarimizni birinchi videomizda uy qushlari deb nomlaganmiz. Sabab bunga mana shu qushlarimizni, ya'ni to'lqinsimon to'talarimizning xonakilashtirilganligi, insonlar qo'lida boqilishi sabab bo'lganligi uchun uy qushlari deb nomladik. Birinchi videomizda albatta inglizcha nomini talaffuz qilishda bir oz xatolik vujudga kelgan. Buning uchun uzr so'rab ketamiz. Endi to'lqinsimon to'talarimiz haqida to'xtaladigan bo'lsak, to'lqinsimon to'talarimiz ana o'sha o'zi yashab turgan tabiat qo'ynida, ya'ni Avstraliya hududidagi ochiq maydonlarda asosan yashil rangda uchraydi. Bu asosiy rangi to'lqinsimon to'talarimizni yashil rangda bo'ladi. Biz bilib turgan boshqa rangdagi to'talarimiz esa ya'ni o'zgartirish, mutatsiya natijasida vujudga kelgan hisoblanadi. To'lqinsimon to'talar haqida yana ma'lumotlar berishda davom etamiz. Bizni kuzatishda davom eting va albatta kanalimizga obuna bo'ling. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va albatta qushlaringizni ehtiyot qiling.